Bizga xuddi shu holatda betonini tayyorlab bering, biz bir haftada shu ko'rinishga olib kelib beramiz. Bir sotiga 5 xona uyimizni chiroyli holatda tayyorlanib berilgan. Issiq sovuqlik hamma tomonlama yaxshi. Turkiya, Norvegiya, Amerika, Yaponiyada rivojlangan uyimiz bo'ladi. Sevinch paneldan qurilgan, eng asosiysi bazardan qilib berilaveradi. Eng yaxshi tomoni zilzila odamni o'ldirmaydi, inshoot odamni o'ldiradi. Lekin bunaqa narsa bunda yo'q, chunki bu anchagina xavfsiz bo'ladi. O'sha kvadratimiz 112 kvadratga qilib berilgan. Qaranglar, kattagina zal, bir dona konditsioner bemalol hamma yoqda isitib beradi. Issiq sovuqlik hisobga olingan. Bundan tashqari ikkita detskiy xonamiz va kattagina koridor va bu yerda mana sanuzelimiz ham salkam bir xonali uy desa ham bo'laveradi. Shunga e'tibor berib qo'yasizlar. Kattagina. Endi bu tomonda ham mana kattalar uchun yotoqxona chiroyli holatda qilib berilgan. Xo'p, bu tomonda oshxona bor. Oshxonani ham hisobga olingan. Yorug'lik hamma tomonlama yaxshi. Siz agar Rossiyaga borib ishlayapsiz, chekingiz bitmayaptimi? 1 yil, 2 yil ishlayapsizmi? Hojati yo'q. Endi shu holatda uyingizni quradigan bo'lsangiz, ancha arzon tushadi. Agar usta boqadigan bo'lsangiz ham, ustani o'ziga ham bir 3000 cha abetiga sarflab qo'yasiz. Lekin bu uyimizni chiroyli holatda 50 ming dollarga shu 5 xona uyimiz arzongina tayyor bo'lgan. Xo'p, kvadrati 3 million so'mdan boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. Bu korobka holati bo'ladi. Ravshanbek oldimsan, chiroyli qilib beriladi.